Ulamolar sultonlar yonida yurilganiga qarab ulamo deb topilmaydi. Ulamolar sujunlardan topilinadi. Bu aytilayotgan podshohlar yonidagi ulamolar deyilgan shaxslarni eshitding bugun bu fitna zamonida qanaqangi bir qaltis fatvolarni butun ummatni qirib yuborishga kerak bo'lsa xizmat qiladigan fatvolarni berishyapti. Hamma aybni mazlumni bo'yniga to'nkayapti. Zolimni oppoq qilishyapti. Mana shunaqangi ulamo deb yuriladiganlardan yaqinda ham birini fatvosini eshitdik. G'azada bo'layotgan ishlarga aytayaptiki, o'zlarining gunohi uchun deyapti. Dalillar ham tayyor. Ma asobaka min hasanatin fa min Alloh va ma asobaka min sayyiatin fa min nafsik. Yaxshilik esa Allohdan, yomonlik esa nafsingdan degan-ku, bo'ldi. Bular boshdan yomonlik arimayaptimi? O'zi yomon ekan bulardi deyapti. Shuning uchun avvalambor haqni taning, keyin haq ahlini taniysiz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, oxirgi payt saudiyalik ahli ilmlar vafot qilyapti. Robiul Madxali, Falah al-Mundakar va mufti Abdulaziz al-Shayx. Shunda qandaydir qiyomatning alomatlari bormi debdilar. Avvalambor innaka mayyitu va innahum mayyitun. Siz ham o'lasiz, ular ham o'ladi. Kimdir o'limi qiyomatning alomati bo'lmaydi aslida. Lekin agar maqsadingiz ahli ilmlar olamdan o'tishligi bu qiyomatning alomatlaridanmi desangiz, bu to'g'ri. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam hadisda qiyomat alomatlari haqida yurfa'ul ilm ko'tariladi deganlar va jahl tarqaladi deganlar, jaholat ya'ni. Tabiiyki bu ilm ko'tarilishi, jaholat tarqalishi ulamolarning qabzi bilan bo'ladi. Alloh ilmni shunday ko'tarib qo'ymaydi, ulamolarni o'lim bilan oladi deganlar. Shuning uchun ulamolar o'limi deb umumiy qilib so'rasangiz, ana shu to'g'riroq bo'lardi. Palonchani o'lishi deb emas. Hatto mana quyosh, oy tutilishida ham Rasululloh aytganlar-ku, u palonchani kimdir o'lgani, tug'ilganiga tutilmaydi. Ana shunga o'xshab bu kimdir o'lgani, tug'ilgani bu alomat emas, balki umuman olganda ilmni ko'tarilishi qiyomat alomatlaridan. Va endi siz so'ragan shaxslar bo'lsa, o'zi ahli ilmmi? Shunga ham siz qarang. Hozir kim mana olam jahonga mashhur bo'lsa, u ahli ilm bo'lavermaydi. Bu odamlar o'tdi ketdi, bularni kovlashtirish maqsadim yo'q hozir. Lekin ulamolar sultonlar yonida yurilganiga qarab ulamo deb topilmaydi. Ulamolar sujunlardan topilinadi. Bunga sizga Yusuf surasini o'qisangiz bir misol bor. Podshoh atrofidagi insonlarga qarab, ya ayyuhal mala, ey oliy jamoat, aftuni fi ru'yaya, mening tushimga bir fatvo beringlarchi deb ulardan, ana shu podshoh yonidagi muftiylardan fatvo so'raganda ular nima deyishni bilmagan. Podshoh tushini o'zi quyuq oldi qochdi tushga chiqarib, ularda hech bir yechim yo'q edi. Yechim qayerda edi o'shanda? Podshohning may quyuvchisi borib, men sizlarga hozir bilib kelaman deb qayerga ketdi? Qamoqxonaga ketdi. Qamoqda bor Yusuf alayhisalomga, Yusuf ayyuhas siddiq, ey Yusuf siddiq, aftina, bizga sen fatvo ber dedi. Va haqiqatan u kishi to'g'ri fatvoni berdi. Va mana shundan olib men sizga aytayapman, ulamolar deb siz saroydagi o'tirgan podshohlar yonidagi shaxslarga qaramang. Ulamolar sujunlarda, ular zindonlarda, ana shu insonlarning so'zlariga ulamolar deb qarang. Ana o'shalar o'tishligi haqiqatan qiyomatning alomatlaridan ilm ko'tarilishi, jaholat kelishligi bo'ladi bu. Va bu faqat payg'ambarlar qissasi emas, tarixdagi. Va o'zimizda ummatni qarasangiz ham, ummat tarixida ham xuddi shunaqa bo'lgan. Ulamolar deyilgan shaxslar qamoqlarda bo'lgan. Mana Imom Ahmad qamalganlar shu yo'lda. Va siz aytayotgan odamlaringiz birontasi bu haqda aytib qamoq degan narsani ko'rdimi? Abu Hanifa rahimahulloh qamoqda o'lgi chiqqan. Bu kishilarda aytilgan ulamolar, Ibn Taymiy rahimahullohning qamoqdan o'ligi chiqqan. Shuning uchun o'zi ulamoni taniying avvalambor, keyin bu o'shani o'lishi boshqaga qarab ilm ko'tarilib yoki jaholat tarqalib qiyomatning alomatlaridan desa bo'ladi. Bu aytilayotgan podshohlar yonidagi ulamolar deyilgan shaxslarni eshitding bugun, o'ligi ham, tirigi ham. Bu fitna zamonida qanaqangi bir qaltis fatvolarni
butun ummatni qirib yuborishga kerak bo'lsa xizmat qiladigan fatvolarni berishyapti. Hamma aybni mazlumni bo'yniga to'nkayapti. Zolimni oppoq qilishyapti. Mana shunaqangi ulamo deb yuriladiganlardan yaqinda ham bir fatvosini eshitdik. Avvalo men gapirgandim u odamlar haqida, lekin odamlar la tuhibbuna nasihin degandek shu nasihat qiluvchi odamni yoqtirishmaydi. G'azada bo'layotgan ishlariga aytayaptiki, o'zlarining gunohi uchun deyapti. Dalillarim tayyor. Ma asobaka min hasanatin fa min Alloh va ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Yaxshilik esa Allohdan, yomonlik esa nafsingdan degan-ku, bo'ldi. Bular boshdan yomonlik arimayaptimi? O'zi yomon ekan bulardi deyapti. Siz aytayotgan shu ulamo deyilganlardan ham qarasangiz, hammasida bir qancha shunaqangi fatvolari bor. Yahudlar davlat tiklashligiga fatvo bergan. U yerdagi qilayotgan yahudlarga qarshiliklarda esa butun kofirlar hatto bugun haqda o'tirgan joyida bular kelib uni fitna degan. Bular xuruj qilyapti davlatga degan nohaq bog'iy jamoat, xavorij jamoat deb fatvo bergan. Shuning uchun avvalambor haqni taning, keyin haq ahlini taniysiz. Allohu alam.